Bu videoni tekinga soch taxlataman deganlarga jo'natib qo'yinglar. Assalomu alaykum barchaga azizlar, oqshom xayrli bo'lsin. Hozir men Oxun barber shopga kelgandim. Oxun do'stimiz menga juda ham zo'r yangilikni aytdi. Endilikda Oxun barber shopda haftaning seshanba kuni 14:00 dan 18:00 gacha, ya'ni 4 soat davomida 12 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan yoshlarimizning soch turmaklari mutlaqo bepul turmaklab beriladi. Qanday deysizmi? Oxun do'stimiz ustoz shogird an'analarini yo'lga qo'ygan. Bugungi kunda 15 dan ortiq shogirdlari bor. Bu shogirdlar hammalari birgalikda soch turmaklashadi, ya'niki tengdoshlarini, do'stlarini sochlarini turmaklashadi. Ustoz sifatida nazoratda bo'lib turadilar, ya'ni sochlar buzilib qolmasligi uchun. Agarda siz sochingizni tekinga turmaklatmoqchi bo'lsangiz, Oxun barber shopga kelasiz. Oxun do'stimiz hamda ularning shogirdlari sochingizni juda ham chiroyli turmaklab qo'yishadi. 12 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan do'stlaringizga ushbu videoni uzatib qo'ying. Ayniqsa tekinga soch taxlataman deb yurganlar